Assalomu alaykum qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, rahmatulloh uz kanalini hurmatli obunachilar, akalar. Bugun hafta kuniga shanba 26-aprel. Xudo xolasa bugungi videolarimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi birinchi partiyamizga akalar urg'och qo'zini toza hisor variantidan akalar. Mana oyoq qo'llari uzun bo'ladigan variantlardan akalar, badallari ham juda go'zal. İnşallah olib, chiroyli qilib akalar ko'paytirishga o'zingiz qo'lingizdan chiqadi. Narxi ham xudo xolasa bomba bo'ladi akalar bugun mana. O'zini go'zallar, jononlariga akalar xudo xolasa olib, chiroyli boqib, xudo xolasa sentyabrda bitta go'zal qo'chqarni qo'shasiz inshaalloh. Bundan keyingi hech bo'lmasa mana 8 tasi, yana 16 ta egizakchilardan to'qib bersa, yana ham ko'payib boraveradi inshaalloh. Xo'p, akalar bularda yosh oylari 4 oy, 5 oylar atrofida yedishlari sinovdan o'tdi, sog'lom, orqa oldi, go'zallik, yaxshi, go'zal qo'zlar akalar. Inshaalloh olib chiroyli baraka topasizlar akalar. Narxi ham o 27, 26, 2,5 million narxlar yo'q akalar. 8 tasini bir joyga akalar 2 million 400 ming so'mdan shunday barakasini aytaveramiz. Qo'zlar qarang akalar. Jonon qo'zlar degan akalar. Aloqa chiqasizlar akalar 2 million 400 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha bor, yana Samarqandgacha akalar dastlabkini uyushtirib beramiz. O'ylanmasdan mutlaqo bepul akalar. Inshaalloh aloqa chiqasizlar akalar, ish bitadi. 8 tasi bir joyga 2 million 400 ming so'mdan. Ikkita to'rtta oladigan akalarga ham xudo xolasa yo'lini qilib beramiz inshaalloh. Aloqa chiqasizlar akalar, ish bitadi.